Lego yog'och uyimizni navbatdagi kunlarni boshlab olganmiz. Xudo xolisa ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi etajimizni ham deyarli ko'tarib qo'ydik. Bu yoqda bizada kiraverish ikkita katta panoramli oynamiz bor. Bu yoqda uyimizning orqadan ko'rinishi ko'rishingiz mumkin. Uyimiz juda ham chiroyli chiqyapti. Oldi tomondan ko'rinishini ko'ringlar akalar. Bugun sizlarga uyimizning umumiy balandligi, birinchi etaj va ikkinchi etajimizning balandligi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Birinchi etajimizning patologini balandligi 3.20 bo'ladi. Ikkinchi etajimizning balandligi 2.17. Konvert yopganimizning hisobiga sentrimizning bo'yi 3.90 bo'ladi. Elektromontajlarimizni ham xudo xolisa to'liqligicha tugatib oldik. Bu yerda bizda texnik xona joylashgan. Elektromontajlarimiz hammasi sement asosida bo'ldi. Hammasini temir gofralarda o'tkazib ketganmiz. Ko'rishingiz mumkin akalar. Hammasi temir gofralarda montaj qilingan. Bizani kuzatishda davom etinglar.